1989-yilda Qashqadaryo viloyati Qarshi shahrida tug'ilganman. Diplomatiya sohasiga juda ham qiziqqanman. Maktabda yillarim oxirgi vaqtlarida o'sha tibbiyotga asta-asta muhabbat uyg'ongan. Qani bitta tibbiyotni sinab ko'r, agar yiqilsang, mayli xohlaganing o'sha prokuror bo'lasanmi, diplomat bo'lasanmi deyishgan. Birinchi yili davlat granti asosida o'qishga qabul qilinib, keyin tibbiyot sohasiga kirib ketganman. Oilaviy shifokor bo'lish bu qanday? Dadam Jomboy tuman tibbiyot birlashmasida bir necha yil uzoq vaqt travmatolog ortoped bo'lib ishlaganlar. Havas qilib travmatolog ortoped bo'lganman. Ota-onam menga tibbiyotni salbiy tarafini hech qachon ko'rsatmaganlar. Qaynotam, qaynonam, qayna akam, turmush o'rtog'i ham hammasi shifokor. Qanday bemorlar bilan ishlash siz uchun qiyinchilik tug'dirgan? 15-16 yoshdan katta bo'lgan har qanday bemor bilan ishlash oson. Bemorlarni eng ko'p yanglishadigan tarafi jarrohlik amaliyoti bo'ldi, tuzaldim deb noto'g'ri fikrga borishadi. Bemor tomonidan ham shifokorga yordam bo'lmasa, o'zini tiklashga harakat bo'lmasa, eng ko'p asorat shundan kelib chiqadi. Eng esda qolgan yoki qiyin bo'lgan operatsiyangiz qaysi bo'lgan? O'zim qilib ko'rgan har qanday operatsiya qiyin bo'lgan. 6 ta jarrohlik amaliyotini Samarqandda birinchi marta qilib ko'rdik. Bizani qo'limizdan kelmaydi deyish og'irlik qiladi. Xalqda e'tiborga tushsak, ilhom olamiz. Shifokorlarimiz ko'z tegmasin, hammasi zamonaviy, yuqori salohiyatli shifokorlar. Bu bilan faxrlansak deydi. Mehr bersa, insonni ulug'lantiradigan, yuksaltiradigan kasb. Assalomu alaykum avvalambor. O'zingiz haqingizda gapirib bersangiz, qayerda tug'ilgansiz, qaysi maktabda o'qigansiz, qaysi baholarni 5 ga o'qigansiz, shular haqida qisqacha gapirib bersangiz. Avvalambor assalomu alaykum. Men Qodirov Ma'ruf Abdumajidovich 1989-yilda Qashqadaryo viloyati Qarshi shahrida tug'ilganman. Otam Samarqand viloyati Jomboy tumanidan, onam Qarshi shahridan. Ikkalalari ham tibbiyot xodimlari birga o'qib, turmush qurishgan. Keyin dastlabki o'sha o'qish tugatgandan keyin dastlabki yillarda Qashqadaryo viloyatining Qarshi shahriga borib ishlashgan vaqtlari o'sha yerda men va opam o'sha yerda tug'ilganmiz. Keyinchalik taqdir taqozosi bilan Samarqand viloyatiga qaytib kelishgan. Bolaligimiz Samarqand viloyati Jomboy tumanida o'tgan. 23-maktab umum ta'lim o'rta maktabida o'qiganman. A'lo baholarga o'qiganman deb ayta olaman. 9-sinfgacha deyarli attestatimda 4 bo'lmagan. Biologiya fanidan olimpiadaga qatnashganman va viloyatda 3-o'rinni, respublikada 4-o'rinni olganman. Bolaligimdan diplomatiya sohasiga, yurist diplomat sohasiga juda ham qiziqqanman. Davlat tashkilotlarida, yuqori mansablarda chiroyli kostyum-shimlarni kiyib, qor bilan yurishni orzu qilganmiz, lekin baribir oilaviy muhit keyinchalik bora-bora ta'sir qilgan, menga ham, opamga ham ta'sir qilgan va shu maktabda yillarim, tugatish yillarim oxirgi vaqtlarida o'sha tibbiyotga asta-asta muhabbat uyg'ongan. Va shu umum ta'lim o'rta maktabni bitirgandan keyin oiladagilarimda ham shu biologiyadan ham erishgan yutuqlarimni inobatga olib, qobiliyat bor deb, qani bitta tibbiyotni sinab ko'r, agar topshira olmasang, agar yiqilsang, mayli xohlaganing o'sha prokuror bo'lasanmi, diplomat bo'lasanmi deyishgan. Topshirganmiz. Birinchi yilidan o'sha davlat bo'yicha grant asosida o'qishga qabul qilinib, shu bilan keyin tibbiyot sohasiga kirib ketganman. Oilaviy shifokor bo'lish, ya'ni ota-onangiz ham, opangiz ham va o'zingiz ham shifokor ekansiz. Bu qanday? Hammangiz shifokorsiz va shifokorlardek fikrlaysizlarmi yo shifokorlardek suhbat olib borasizlarmi? Bu qanday kechadi? Masalan, kechki ovqat ustida. Shifokorlik albatta oilaviy muhit boshqacha bo'ladi. Shifokorlik doim shu shifokorlik kasbini ulug'lash, unga bo'lgan mehr, muhabbat to'g'risida va doim gap ketadi. Masalan, yashash yaxshi, juda yaxshi bo'lmasa ham och qolmaydi shifokor odam. Xalq o'rnida, el-yurt orasida obro' hurmati bo'ladi, chunki dadam Jomboy tuman tibbiyot birlashmasida bir necha yil uzoq vaqt travmatolog ortoped bo'lib ishlaganlar. Otam ham o'z meni kasbimda otamga mehr qilib, havas qilib travmatolog ortoped bo'lganman. O'sha tuman tibbiyot birlashmasini ham bir necha yil boshqarganlar. Otam bilan birgalikda ko'pincha shu bozorlik qilishga, ko'cha-ko'yga chiqqanimizda har 3 ta odam yo 4 ta odamdan o'tgan odam bittasi to'xtatib otam bilan salomlashardi. Hurmat qilib, tanishib qolib, to'y ma'rakalarga borsa ham doim
o'sha davralarni to'g'rini berishardi, to'y ma'rakalarda so'z berishardi. Shundan keyin tibbiyotga muhabbat yana ham kuchayib ketgan. Oilada lekin shaxsiy ishdagi muammolar, tibbiyot sohasidagi muammolar hech qachon muhokama qilinmagan. Bemorlarning injiqliklari yoki bemorning qanaydir o'zini noto'g'ri tutishlari haqida umuman so'z bormagan. Ya'ni ota-onam menga tibbiyotni salbiy tarafini hech qachon ko'rsatmaganlar. Shundan keyin institutni bitirganimizdan keyin ham oilaviy muhitni o'zim inobatga olib, menimcha tibbiyot xodimi bilan turmush qursam yana ham o'zimizning oilamizda yana ham aniq bo'ladi, bir-birimizni tushunamiz degan fikr keldi-yu, xuddi shunday tibbiyot institutida o'qigan qiz bilan tanishib turmush qurganmiz. Ularning oilasi ham qaynotam, qaynonam, qaynakam, uni turmush o'rtog'i ham hammasi shifokor. Bu juda ham ajoyib, hamma yoq shifokorlar oilasi. Hamma shifokor, begona yo'q. Qanday bemorlar bilan, ya'ni faoliyatingiz davomida qanday bemorlar bilan ishlash siz uchun qiyinchilik tug'dirgan? Avvalambor erinchoq bemorlar va injiq bemorlar. Bir narsani tushunishni xohlamaydigan bemorlar. Ko'pchilikda o'ylashadi, endi bizlarning travmatologiya, ortopediya asosan jarrohlik amaliyotlari bilan bog'liq va bemorlarni eng ko'p yanglishadigan tarafi jarrohlik amaliyoti bo'ldi, Men tuzaldim. tugadi, men tuzaldim deb noto'g'ri fikrga borishadi. Bu juda ham katta xato. Travmatologiya, ortopediyada jarrohlik amaliyoti bu davolanishning boshlang'ich etapi, eng birinchi boshlang'ich qismi. Undan keyin olib borilgan har qanday noto'g'ri reabilitatsiya yoki o'ziga qaramaslik bemor tomonidan ham shifokorga bu qanday tarafdandir, qaysi tarafdan yordam bo'lmasa, o'zini tiklashga harakat bo'lmasa, eng ko'p asorat shundan kelib chiqadi. Injiq, erinchoq, vaqtida aytgan mashqlarni bajarmaydigan, o'z ustida ishlamaydigan bemorlar bizga ko'proq mushkullik tug'diradi. Va qaysi yoshdagi bemorlar siz uchun eng qulay yoshdagi bemorlar hisoblanadi? Ya'ni ishlash oson ular bilan, kelisha olish oson. Qaysi yosh toifasidagi insonlar? Ayrim sabablarga ko'ra bolalar bilan ishlolmayman. Bolalarning yig'isi, bolalarni baqir-chaqiri uni ko'tara olmayman. Shuning uchun 18, 15-16 yoshdan katta bo'lgan har qanday bemor bilan ishlash oson. Lekin qari yoshdagi bemorlar qiyin deyishadi ba'zida, lekin men qari yoshlar bilan ancha yaxshi kelishaman. Travmatologiyada eng ko'p uchraydigan jarohatlar qaysilari va ularning asosiy sababchilari nima? Travmatologiya, ortopediyada eng ko'p uchraydigan jarohat, o'zi jarohat nomi bilan ham aytib turibdi, bu travmalar, ehtiyotsizlik sababli texnikaning rivojlanishi, avtomobillarning ko'payishi, har joyda qurilish, shuni hisobiga bemorlarning ehtiyotsizligi sababi bir joyini urib keladi, sindirib keladi. Ma'lum bir kasallikni, ma'lum bir shikastlanishni ko'p uchraydi deb ayta olmayman. Buni ham qanaydir o'zini joylashuvi, o'zini sezoni bor. Qishki vaqtlarda ko'pincha bemorlar shu tayib yiqilish hisobiga ko'pincha qo'llarini sindirib kelishadi. Qishki sezonda shunday, ko'pincha yiqilib tushishlari hisobiga dum sohalarida, umurtqa sohalarida sinishlar ko'p, chanoq sohalarida sinishlar ko'p bo'ladi. O'rta yoshdagi aktiv bemorlarda tizza bo'g'imini yoki qo'l oyoqlarni paylarini shikastlanishlari, tog'aylarini shikastlanishlari 55-60 yoshdan keyin shu ko'pincha bizlarning ayollarimizda diyetaga, o'zlarining figuralariga, vaznlariga e'tibor bermasliklari hisobiga tizza bo'g'imlarining artrozi, chanoq son bo'g'imining artrozi, koks artrozlar ko'proq uchraydi. Eng esda qolgan yoki qiyin bo'lgan operatsiyangiz qaysi bo'lgan? O'zim qilib ko'rgan har qanday operatsiya qiyin bo'lgan. Esimda qolgan. Birinchi marta ustozlarsiz yoki mustaqil ravishda doim yangi jarrohlik amaliyotlarini shu yerda Samarqand o'zida qilishga harakat qilaman, o'rganamiz. Doim ingliz tilidagi adabiyotlar bor, ingliz tilidagi veb-saytlar bor. Bir ikkita jahon tibbiyot travmatologiya ortopedik hamjamiyatlarning a'zosiman. O'shalarda menga ularning saytiga, ularning shu ilmiy ommabop videolari qo'yilgan internet bazalariga menga yo'l bor, ochiq. Login, parol berishgan, shulardan kirib, o'sha operatsiyalarni doim qilishga harakat qilaman. Masalan, shu yilning o'zida 6 ta jarrohlik amaliyotini
Samarqandda birinchi marta qilib ko'rdik. Shaxsan o'zim tomonidan 6 ta jarrohlik amaliyotini yo'lga qo'ydik. Xudo xohlasa, endi mana o'ziga juda ham katta imtihon turibdi. Aprel-mart oylarida umurtqa pog'onasini, disk cho'ralarini ham endoskopik usulda kesmasdan olish juda ham katta operatsiya, juda ham katta qiyin, mushkul jarrohlik amaliyoti. Avval bizlar uchun 5-6 yil avval bu qanaqadir kosmosga chiqishday tuyulardi. Hozir endi shuni qilish arafasida turibmiz. Xudo xohlasa 1-2 kunda instrumentlarimiz kelsa boshlaymiz. Shifokorlik faoliyatingiz, ya'ni ishingiz oilaviy hayotingizga qanday ta'sir ko'rsatgan va hozirgi kunga qadar ta'sir ko'rsatib kelmoqda? Shifokorlik kasbim juda ham katta ta'sir ko'rsatadi. Avvalambor shu farzandlarim dastlabki tug'ilgan kunlaridan boshlab ularni tayanch harakat tizimini to'g'ri rivojlanyaptimi, yo'qmi, kamchiligi yo'qmi, qiyshiqlik yo'qmi, anomaliyasi yo'qmi, doim shularni qiziqib sinchkovlik bilan qarayman. Tibbiyotda davolab bo'ladigan, bugungi kunda davolab bo'ladigan va bo'lmaydigan kasalliklar bor. Yaqin qarindoshlarimiz yoki yaqin og'aynilarimiz tomonidan o'sha davolab hozirgacha davolanish qiyin bo'lgan yoki O'zbekiston sharoitida davolashda ilojisi bo'lmagan kasalliklarni to'g'risida maslahat so'rashsa, ularga ochig'ini aytib berishga qiynalamiz. Shu ta'sir qiladi. Buni bu yoqda qilib bo'lmaydi yoki bizning qo'limizdan kelmaydi deyish og'irlik qiladi. Chunki har sohadan ham qiziqishadi, endi ishonishadi, Samarqandda endi katta shifokorsiz deb ishonib kelaverishadi. Ayrim holatlarda, shunaqa holatlarda javob berishga qiynalamiz. Tibbiyotdan tashqari nimalar bilan shug'ullanasiz? Yaxshi yashashga, erkin yashashga, birovga tobe bo'lmasdan yashashga, birovga qaram bo'lmasdan yashashga intilaman. Shuning uchun tibbiyotdan tashqarida ham tibbiy jihozlar bo'yicha tijoratga qiziqaman. Doim shuni ustida ishlanaman. Xitoy yoki Birlashgan Arab Amirliklari, Turkiyada bo'ladimi, qayerda bo'lsa ham tibbiy jihozlar ko'rgazmasiga albatta har yili borib qatnashishga harakat qilaman. Ham bilim olaman, ham o'sha yerda bizga O'zbekistonga kerakli, shifokorlarga kerak bo'ladigan, lekin O'zbekistonda topilmaydigan narsalarni shu O'zbekistonga olib kelishga harakat qilaman. Shu qolgan hobbilarim, futbol o'ynaganman, boks bilan shug'ullanganman, karate bilan shug'ullanganman. Ular lekin hozircha bolalikda qolib ketdi, yoshlikda qolib ketdi. Qolgani o'sha tabiatga chiqib, sayr qilish shu. Ideal dam olish kuni doim oila a'zolarim bilan o'tkazishga harakat qilaman. Odamoviman, nima desam, juda ham ko'p odamlar qurshovida o'zimni erkin his qilmayman. To'liq dam olganday bo'lmayman. Shuning uchun qayerga borsam ham doim farzandlarimni Toshkentga bilan toqqa bo'ladimi, farzandlarimni, ota-onamni olib borsam, shular bilan qiziqroq o'tadi, maromliroq o'tadi. Nimadan ilhomlanib mana shunday o'z ustingizga ishlashga harakat qilasiz? Ayrim bemorlar u yoqqa bordik, Toshkentga bordik, u vrach shifokorga ko'rindik, bu shifokorga ko'rindik, lekin dardimizga faqat siz shifo topib berdingiz, sizga rahmat deb shu minnatdorchilik bildirgan vaqtlari shu ilhom beradi ko'proq. Ayniqsa o'sha ko'pchilik qiynaladigan, qiyin jarrohlik amaliyotlari yoki qiyin aniq bo'lmagan tashxislarni qo'yib xalq e'tiboriga tushsak, mana shundan ko'proq ilhom olamiz. Ish va shaxsiy hayot balansini qanday tenglikda ushlaysiz? Ish va shaxsiy hayot borasida juda ham patriotman. Ya'ni 4 dan keyin deyarli ish bilan umuman qiziqmayman. 4 dan keyin iloji boricha shu telefon raqamini o'chirib qo'yishga harakat qilaman yoki umuman ko'pincha shu bemorlar bilan ham muloqot qilishda ham yoki ish bo'yicha birorta muammolarni hal qilishga ham umuman harakat qilmayman. Uyda ish bilan yoki ishda uyda muammolari bilan shug'ullanishni yomon ko'raman. Chalg'imayman. Sayohat qilishni yoqtirasizmi va agar yoqtirsangiz qaysi joy sizni eng ko'p hayratlantirgan? O'zi aslida bolaligimdan samolyotdan qo'rqqanman. Menimcha butun umr samolyotda uchmasam kerak deb o'ylaganman. Akrofobiyada bunaqa qilinadi, bolalikdan qo'rqaman. Shunday qiladi, ha. Lekin taqdir taqozosi bilan 2017-yili
shu taqdir sinovlari bilan Turkiyaga borganmiz. Shundan keyin o'sha birinchi samolyotdagi parvozdan keyin birdan o'zi mehr uyg'ongan samolyotga. Keyin boshqa davlatlarda boshqa millat, boshqa xalqlarni ko'rgandan keyin, boshqa muhitga tushgandan keyin odamda juda ham katta qiziqish uyg'ongan. Shuning uchun 2017-yildan beri mana qariyb 8 ta davlatga boribmiz. Yiliga 2-3 marta chet elga chiqib turaman. Ham ish, ham dam olish. Va qaysi davlat siz uchun eng chiroyli, eng manzarasi? Eng qulay, insonlar uchun yashash uchun eng qulay deb Janubiy Koreya menga juda ham yoqqan. Tabiati bo'yicha Turkiya davlati, Istanbul juda ham yoqadi. Hozir shu yildan magistr ordinator yigitlarni shogird olib tarbiyalashga sal jiddiyroq qiziqdim, kirishdim. Chunki avvalgi yillari bizda o'qib ketgan magistrlar o'zlari borib mustaqil ishlashni boshlagandan keyin telefon qilishardi, birorta bir sal jiddiyroq muammoga duch kelishsa, ya'ni ki sal jiddiyroq muammoni hal qila bilmasliklari sababli telefon qilib ko'p so'rashardi. Hayron bo'lardim, shu yerda 3 yil o'qiding, shu narsalarni, oddiy narsalarni ko'rmagansanmi deb aytardim. Endi ular o'z qo'llari bilan ushlab bajarib ko'rmaganliklari sababli bu faqatgina miyada qolib, amaliyotda qilib ko'rmasa u tez esdan chiqadi, yoddan ko'tariladi. Shuning uchun bu yildan boshlab hozir shogirdlarimizga o'zlarining qo'llariga berib, har xil sinovlarga tushirib, jarrohlik amaliyotidan avval bir test berib, savol-javob qilib, keyin jarrohlik amaliyotidan keyingi xulosalarni so'rab, so'rashga harakat qilamiz. Shu bitta jarrohlik amaliyotiga ikkinchi martasiga ular savol bilan kirmasin. Qanchalik ikkinchi marta jarrohlik amaliyotiga kirgan vaqtda ular nima qilayotganimni tushunib, o'zlari ham nima qilishayotganini tushunishsa, menga ham oson bo'ladi, menga ham oson yordam berishadi. Jarrohlik amaliyoti ham oson bo'ladi. Ko'p ilmiy, adabiy boyaga aytganimda o'zim qaysi adabiyotlardan, qaysi internet veb-saytlardan foydalansam, ularga ham ko'rsatib, mana bu yerda ko'ringlar, mana bu yerda yangi adabiyotlar bor. Chunki rus, o'zbek adabiyotlari ancha 20 yil orqada qolib ketgan. Iltimos qilib talab ham qo'yaman, ingliz tilini o'rganinglar yoki internetda bo'lsa ham, tarjima qilib bo'lsa ham, o'sha inglizcha adabiyotlarni ko'ringlar. Chunki onlayn hozirgi internet hisobiga Amerika Qo'shma Shtatlaridami yoki Koreyadami qanaqa jarrohlik amaliyotlari o'tkaziladigan bo'lsa, bizda ham xuddi shu narsani parallelni o'tkazish imkoniyati bor. Ya'niki O'zbekiston tibbiyoti ham juda ham ko'p sohalarda yetuk davlatlardan qolishmaydi. Parallelni ketyapti. Endi ayrim juda ham yuqori texnologik, juda ham qimmat tibbiy jihozlar bilan bog'liq bo'lgan jarrohlik amaliyoti, davolash usullari endi ozroq muammo bo'lib turibdi va ayniqsa endi shu mablag' tarafidan yoki o'sha tibbiy jihozlar yetishmovchiligi sababli. Lekin shifokorlarimiz ko'z tegmasin, hammasi salohiyati bugungi kunda zamonaviy yuqori salohiyatli shifokorlar. Bu bilan faxrlansangiz deydi. Ko'p ijtimoiy tarmoqlarni kuzatadigan bo'lsak, ayrim odamda g'ash uyg'otadigan holatlarga ham duch kelamiz. Masalan, hamkasblaringizga, ya'ni shifokorlikni boshqa turi bilan shug'ullanayotgan insonlarga oddiy bemorlar tomonidan juda ham qo'pol muomala qilinishi kuzatgan bo'lsangiz kerak o'zingiz ham. Va mana shunday holatlarga sizni qarashingiz qanday? Qo'pol muomalani asosiy sababi bemor bo'lishi ham mumkin, shifokor bo'lishi ham mumkin, ikki tarafdan ham bo'lishi mumkin, lekin ko'proq shifokorni ayblasak ham bo'ladi. Chunki sog'lom odam sog'lom o'sha fikr mulohaza bilan shifoxonaga kelmaydi. Albatta bir mushkulati bormi, bir mushkul tushgan, stress holatda yoki shoshqaloqlik bilan keladi-yu, shifokorni aytgan gaplarini adekvat qabul qila olmaydi. To'g'ri qabul qila olmaydi yoki qabul qilish holatida bo'lmaydi. O'shanda shifokorni ham bosiqlik bilan to'g'ri tushunsa yoki holatga to'g'ri baho bersa, masalan, qo'l ko'taradimi, boshqa narsa qiladimi, ozroq o'zida shifokor sal chekinib
yoki o'sha hamkasblari bilan oraga boshqa bir hamkasblarini aralashtirib muammoni bartaraf qilib yoki o'sha o'rtada qiziyotgan noto'g'ri munosabatlarni sal sovutishga harakat qilsa bo'ladi. Chunki bizda ham bo'lgan qabul bo'limida biz ham navbatchilikda turganmiz. Ko'p kelishgan, ayniqsa travma bo'yicha, ayniqsa avto avariyalar hisobiga juda ham og'ir bemorlar keladi yoki mast holatda bemorlar keladi. Ularning qarindoshlari har xil holatda kelishadi, tushkunlik yoki stress holatlarida. Ular bilan bittama-bitta tushuntirib, erinmasdan tushuntirsa tushunishadi. Lekin ayrim bloger shifokorlarni bugungi kunda Instagram yoki Facebook tarmog'ida qilayotgan chiqishlari shu meni g'ashimga keltiradi. Chunki tibbiyotni o'qigan odam hammani o'zidek qabul qiladi. Xuddiki tibbiyotni bilaman, men aytayotgan gapimni shu bemor ham tushunadi deb o'ylaydi. Va o'zlarini qiziqarli kontent qo'yish yoki qandaydir like yig'ish yoki qaysidir ma'noda o'ziga mijoz chaqirish sababli maqsadida chuqur mavzularga qo'l urishadi. Juda ham noto'g'ri, o'zini fikricha to'g'ri, lekin fuqaro bemor uchun noto'g'ri maslahatlar berishadi. Chunki tibbiy ongi, madaniyati, bilimi bo'lmagan odamga aniq bir tavsiya berganda u o'zini hali tashxisini bilmasdan turib, sababi nimaligini bilmasdan turib, bemor o'sha kuzatuvchi o'zida sinab ko'radi. Bu albatta noto'g'ri oqibatlarga olib kelishi mumkin. Yoki bir ayollar, erkaklar kasalliklari bo'yicha ayrim mutaxassislarimizni juda ham ochiqcha gapirishlari, haddan tashqari sharmni ko'tarib gapirishlari bu g'ashimga keltiradi. Muammoni yuzaki kontent uchun muammoni yuzaki bir ma'lumot berish kerak-ku. Qolganini menimcha o'zaro suhbatda, konsultatsiya vaqti er-xotin kelasanmi yoki o'zing kelasanmi, muammoni tushuntirib beramiz deb aytsa menimcha to'g'riroq bo'ladi. Hozirgi kunda lekin muammoga juda ham chuqurlashib, shu narsalar o'sha sharm pardalarini olib tashlab Instagramga ochiqchasiga qo'yilayotgani bu ayniqsa shifokorlik uchun ham, bizlar uchun ham holatimizga dog' tushganday bo'ladi. Noto'g'ri qabul qilishadi xalq. Va Instagram foydalanuvchilari ko'p hollarda yosh avlod qatlami hisoblanadi va ularga ham yomon ta'sir ko'rsatishi. Xuddi shunday agressiv ma'lumotlar, qo'rqitadigan ma'lumotlar, birovning jahlini chiqaradigan yoki sharm hayoni olib ko'tarib tashlangan ma'lumotlar ko'proq prosmotr bo'ladi. O'zim ham Instagram tarmog'ini yuritaman. Oddiy to'g'ri ma'lumotlar bersa prosmotr uncha bo'lmaydi. Videoni boshida bir qanday bir agressiv chiqish bilan qilinsa yoki bir 18+ deyishadi, shunaqa tema bilan chiqishsa, ularda albatta prosmotr ko'payadi. Chunki balog'atga yetish davridagi yoshlar faqatgina shunga qiziqishadi. Prosmotr ko'p bo'ladi. O'zlarida sinab ko'rishadi. Bu juda ham noto'g'ri deb o'ylayman. Bizni kuzatishda davom eting va o'zingizning qiziqarli savollaringizni bizga yo'llang. Ko'rishguncha